Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab biz Nodirbek Ismoilov biologiya fanidan masalalar to'plami qo'llanmasidagi DNKga doir masalalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi video uchun 3-savol. DNK molekulasining tarkibida 3125 ta adenin nukleotidi bor. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qilsa, u holda timin nukleotidlar soni nechta? Xo'p, o'zi DNKmiz 4 xil nukleotiddan tashkil topgan. Ya'ni ular adenin, timin, guanin va sitozin. Chargaff qoidasiga binoan adeninlar soni doimo teng bo'ladi timinlar soniga. Guaninlar soni esa sitozinlar soniga teng. Yoki adenin guaninlar soni yig'indisi timin va sitozinlar soni yig'indisiga teng. Xo'p, shunga binoan DNK molekulasi tarkibida 3125 ta adenin nukleotid bor ekan. Xo'p, adenin nukleotidlari 3125 ta. Xo'p, timinlar ham qancha bo'ladi? Timinlar ham 3125 ta bo'ladi. Xo'p, demak javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, endi yana savol tug'iladi. Guanin yoki sitozinlar sonini qanday topamiz? Buning uchun bizga berilyapti masala shartida 20% ni tashkil qilsa adenin nukleotidlari deyapti. Ya'ni adenin 20% ekan. Timinlar ham shunda 20%. O'zi jami nukleotidlar doim bo'ladi bizda 100%. Endi adenin va timinlar 20% dan, ya'ni 40% ko'p. Shunda 100 dan 40 da ayirsak 60 qoladi guanin va sitozinlar soniga. Ya'ni ularga 30% dan to'g'ri keladi. Shunda 20 plus 20 plus 30 plus 30 jami 100% ga to'g'ri keladi. Xo'p, 3125 ta adeninlarimiz 20% ni tashkil etsa, 30% qancha? Ya'ni bitta proporsiya 3125 tamiz 20% ni tashkil etsa, 30% qancha? 30 ni ko'paytiramiz 3125 ga va 20 ga bo'lamiz. Va shu proporsiyani topib qo'yish orqali biz guanin yoki sitozinlar sonini topamiz. Bu masala bo'yicha video dars yakuniga yetdi. Keyingi video dars yakunida ko'rishguncha